Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, aziz ishonch mijozlari. Mana bizda endilikda yangi yil tuhfasidagi aksiyamizda yutgan mijozlarimiz aniqlandi. Hammalaringiz kutgan daqiqalar yetib keldi. Mana endi biz hozir topshirish marosimiga ketdik. Assalomu alaykum aziz mijozlar. Mana biz aziz To'yamurod akamizni taqdimot marosimiga yetib keldik. Yangi yil suhbati aksiyamizning birinchi g'oliblari aziz To'yamurod akamizni smartfon yutuqlariga tabriklash uchun keldik. O'zingizdan ko'rishingiz mumkin. Akamiz yangi yil suhbati aksiyasida iPhone yutuq olgan mijozlar. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz To'yamurod aka, siz bo'lasizmi? Sizni yangi yil tuhfasi aksiyamizda qatnashib turib, smartfon yutganingiz bilan tabriklayman aka. Rahmat. Ana sizga rahmat sizlarga. Ana sizga Ishonch savdo markazidan sertifikatlarimiz bo'ladi. Sizni Ishonch savdo markazida mijozlaringizga bo'lgan yangi yil tuhfasi aksiyamizda qatnashganingiz jarayonlari qisqacha mijozlarga tushuntirib o'tsangiz. Endi men yangi yildan oldin gapiring. Shu ishonch savdo markazi xaridga aytaman. Konsertlar bilan televizor. Endi o'sha yerda aytilgan aytadi sovg'a bor. Shu asal xaridga aytaman nimaga? Yutuqlar, ahvoli ekanmi yutuqlar, o'yinlari ahvoli ekan? Shular ham ishonch markazi ishonchli u. Vaqtini mana keldi, men o'ylamagan edim. Mumkin yo'q deblar, vaqtini mana taklif berasiz bulardanmi? Albatta. Mijozlarga takliflaringiz qanday bo'ladi? Ishonch ham arzon. Ham ishonarli. Ishonchga ishonsak bo'ladimi aziz mijozlar? Bo'ladi, ishonchli. Mana aziz mijozlar, o'zlaringiz ko'zlaringizdan ko'rib turibsizlar, mijozimiz Azizov To'yamurod akamizga yutgan smartfon Vivo nomli rusumli smartfonlarni topshirdik. Sizlar ham ishonchga ishonsalaring bo'ladi. Mana shunday yutgan yutuqlaringizni vaqt-vaqtda chiroyli tarzda Ishonch savdo markazidan bepul kiritsangiz bo'ladi.